Assalomu alaykum. Olisdagi yaqinlarim, barchangizga yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin. Yana bir ajoyib kunda, ajoyib nurli, fayzli, Allohimning biz uchun bergan sinovli kunida sizlarga xayrli tong, xayrli kun tilash aslida bu menga zavq bag'ishlaydi. Yaqinlaringizni yaqinimga tabrik kanali orqali xushnud aylamoqchi bo'lsangiz, yaqinimga tabrik kanali hamisha xizmatingizga muntazir. Sizlar bilan kamina boshlovchi Niloya imkon qadar qalbingizda ayta olmagan shirin so'zlaringizni a'lo darajada yetkazib berishga harakat qilaman. Barchangizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Eng muhimi, o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli tabrik yo'llamasangiz ham, biz orqali bog'lanmasangiz ham, ammo ularga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Havo sovuq, yomg'irli kunda o'zingizni ehtiyot qiling, chunki shamollab qolishingiz hech gap emas. Eslatib o'taman, bugun 2025-yil 26-mart sanasi. Bugungi kunda tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni ayyomi bilan muborakbod etamiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Omon bo'ling.